Assalomu alaykum, DNA Roma YouTube kanali obunachilari. Sizlar bilan bugun biz qish mavsumiga mos keladigan atirlar haqida gaplashamiz. Atirlar haqida foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yamiz. Biz boshladik. Umuman olganda nima uchun o'zi mavsumlarga moslab atir tavsiya etiladi? Deylik, yozda ishlatadigan atirlaringiz bilasizlar, sitrus va yengil notali atirlar ishlatamiz odatda. Bu atirlarni qishda sepganimizda shleflari pasayadi, stoykslari kamayadi. Shu sababidan biz mutaxassis sifatida mavsumga moslab atirlar tavsiya etamiz. Misol uchun qishga oladigan bo'lsak, qanday atirlar tavsiya etamiz? Issiq notali, ya'ni yog'ochli, udviy, amberviy, muskusli shunga o'xshagan notali atirlar tavsiya etamiz. Bularga misolda oladigan bo'lsak, Tom Forddan Amber Laser, Louis Vuittondan Amber Nomad, ya'ni Bulgari Tiger bo'lishi mumkin. Badisia Victorusdan Aqua Sapphire yoki Aurica atirlarini misol uchun oladigan bo'lsak, shular qish mavsumiga mos keladigan atirlar. Kelinglar, shular ichidan 3 ta topovisini to'liqroq sizlarga ma'lumotini berib o'taman. Birinchisi Badisia Victorusdan Aurica atirimizni olamiz. Bu atirimizni boshlang'ich notalarida tropik, ya'ni ananas, mandarin, tropik iforlar bilan boshlanib, bazaviy notasida, ochilish notalarida esa muskusli, amberviy bo'lib, ayni qish mavsumiga mos bo'lib ochilib beradi. Bu atirimizni boshqa atirlardan ajratib turadigan eng bir boshqacha taraf nimada deydigan bo'lsak, juda ham bir noodatiy notalardan foydalanilgan murakkab iforlardan yasalgan atir sanaladi. Bu atirimizni ayollar ham, erkaklar ham birga ishlatsa bo'ladi. Ikkinchi atirimiz Louis Vuittondan Amber Nomad atirimiz bo'ladi. Bu atirimizni boshlang'ich notalarida teri va yog'och iforlar bilan boshlanadi. Bazaviy notalarida esa udviy va tabachniy bo'lib ochilib beradi. Bu atirimizni boshqalardan ajratib turadigan tarafi nimada? Bu kechki tadbirlar uchun ayni mos atir sanaladi. Bu atirimizni statusli, o'zini juda yaxshi ko'radigan erkak va ayollarimizga tavsiya beramiz. Uchinchi atirimiz Tom Forddan Amber Laser bo'ladi. Bu atirimizni boshlang'ich notalarida koja va jasmin iforlarini his qilishimiz mumkin. Bazaviy notalarda esa amber va patchouli iforini his qilasiz. Bu atirimiz erkak va ayollar ishlatishi mumkin. Biz ko'proq tavsiya beramiz bu atirni romantik kechki ovqatlar va muhim uchrashuvlarga bu atirimizni tavsiya beramiz. Ushbu bergan tavsiyalarimiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yamiz. Sizlarga ham shunday stoki atirlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki-da kommentariyada o'zingizga yoqqan atir nomini qoldiring. Biz sizga aloqaga chiqib, stoki qilib tayyorlab jo'natib beramiz. Aytgancha, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mutlaqo bepul.